Assalomu alaykum barchaga. Bozorskol o'quv markazi yana bir yangilikka qo'l urdi. Ya'ni biz o'quv markazimiz saytini, platformasini ishga tushirdik. Bu platformada o'quvchilar haqida, o'qituvchilar haqida, guruhlar haqida, butun o'quv markaz tizimi haqida to'liq ma'lumot bir joyga jamlangan bo'ladi. Bu platformadan o'quvchi yoki ota-ona qanday foydalanish mumkin? Har bir o'quvchiga va ota-onaga alohida login parol beriladi. Masalan, ota-ona login parol yordamida o'z farzandini shaxsiy kabinetiga kira oladi. Bu kabinetda o'quvchi qaysi guruhga kelishi, o'qituvchisi haqida to'liq ma'lumot, guruh boshlanish vaqtlari va guruhdagi o'quvchilar haqida to'liq ma'lumot bo'ladi. Eng asosiysi, ya'ni ota-ona uchun eng qulay narsa bu farzandini natijalarini kuzatib borish. Hozirda biz shu vaqtgacha o'quvchini natijalarini Telegramda natijalar kanaliga berib boramiz. Bu ota-onani o'quvchining natijasini izlashga noqulaylik keltirib chiqadi. Chunki yoqda ko'p natijalar tashlanganligi sababli farzandini guruhini yoki natijasini topish qiyin bo'lib qoladi. Hozir platformaga kirganda aynan guruh bo'yicha o'quvchini qaysi nazorat ishida qanaqa baholangani hammasi ketma-ketlikda turadi. Ya'ni ota-ona o'zini farzandini va guruhdagi o'quvchilarini natijasini bilib olishga qiynalmaydi. Hozirda platforma test rejimida ishlayapti. Kelasi haftadan o'quvchilarga, ota-onalarga alohida login parollar beriladi. Kelajakda platformada uyga vazifalar, koinlar va o'quvchilarning davomatlari haqida ham ma'lumotlar berib boraman.